O'zgarish to'ri. Kishilarga g'arbning demokratik qimmat qarashlarini o'rgatadigan eng yaxshi maktab, ovozi bo'g'ilganlar uchun keng qo'saqlik bilan so'rin hozirlab beradigan eng esil sahna, fuqarolarning har bir imzosi, har bir ovoz orqali dunyoda o'zgarish hosil qilish uchun dunyo adolatining hastoyg'i bo'lish yo'lini tanlagan mardlik elchisi. O'zgarish, ya'ni change to'rbiti. Dunyodagi oldin qatorida turadigan imzo to'plash to'ridan iborat. O'zgarish to'rbiti biror saxtpazlik, biror nomardlik ko'rilmagan ahvol ostida tekshirib, tadqiq qilmay turib, har qanday odam chiqargan imzo to'plash harakatini taqib etmaydi. Agar Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'urlarga vakillik qilolmaydi temisi ostida ilib berilgan uda 2 qitimliq imzo to'plash taqilib ketgan bo'lsa, bu yerda cho'qim bir saxtpazlik va nomardlik mavjud degan gap. Chunki o'zgarish to'ri nomardlik bilan chiqish olmaydi. Uyg'urlar ostida nomardlik qilib bozor topgan bilan o'zgarish to'ri sahnasida bozor topqili bo'lmaydi. Masalan, Uyg'ur olimi Erkin Siddiq riyosatchiligidagi Mashal Uyg'ur guruhi Sharq Turkistonda jazo lagerlari qurilgandan keyin, ya'ni 2017-yildan 2018-yilga qadar o'zgarish to'rida e'lon qilgan 17 parchadan ortiq imzo Uyg'urcha, Ruscha, Xitoycha, Turkcha qatorliq nurg'unlagan tillarda Xitoylarning qattiq norozilik bildirib, o'zgarish to'riga shikoyat qilgani qaramay hozirgacha mavjud bo'lib turmoqda. Bu to'rbatga kirib, Uyg'ur deb izlash orqali hamma imzo to'plashlarini ko'ra olasiz. Ammo kishini to'lim afsuslantiradigan shuki, dunyodagi mardlik elchisi o'zgarish to'ridan siqib chiqarilgandan keyin o'zlari xos to'rbat yasab, davomli holda imzo chaqiriq qilayotganlarning darhol bushukdagi balanglarg'imi, 1-2 yoshlik balanglarg'imi elektronlik xat sanduqi yasab berish orqali imzo qo'yg'izinglar degan quloq tuvimizdan ketmaydigan nomard e'lonlari.